ishlab topgan pullarini kuch bilan tortib olishadi. Ba'zida hatto jonimizni ham olishadi. Rahim qilsangiz, ular buni o'rniga boshqa birovga hujum qilishadi. Shuning uchun qaroqchilarni ko'rgan zahoti o'ldirish temir qoidadir. Tushunarlimi? Buni yodingda tut. Eli xonim, bunga qarang. Oldinda yo'lovchi bor ekan. Nima qilamiz? Shu yerda to'xta. Cherkov xodimini shunchaki tashlab keta olmaymiz deb o'ylayman. Haqiqatan ham meni qutqarib qoldingiz. Poytaxtgacha piyoda boraman deb o'ylagandim. Shu haqida o'ylab juda ham siqildim. Qanday tasodif. Biz ham poytaxtga ketayotgandik. Katta rahmat. Bizni Xudo uchrashtirgan bo'lsa kerak. Men Tidaman. Ko'rib turganingizdek, men darbadar rohibaman desam ham bo'ladi. Darbadar rohiba? Diyorlar bo'ylab o'z mashg'ulotlarini bir qismi sifatida sayohat qiladigan cherkov xodimalari chekka qishloqlarga borib ularga pul shifo sehrini taqdim etadilar. Darbadar rohibalar ayniqsa chekka qishloqlarda juda qadrlanadi, chunki ular shifoxona yoki dorixonalarga kira olmaydilar. Odamlarni bepul davolashadimi? Ajoyib. Haqiqatan ham siz muhim ish qilyapsiz, Tida xonim. Bu shunchaki meni vazifam. Xonim deyishingiz shart emas. Xo'pmi? Shundaymi? Unda seni Tida deb chaqiraman. Men esa Elliman. Men esa Lunoa. Ana u esa Miri, meni yordamchim. Lunoa, Miri. Poytaxtda bo'ladigan birgalikdagi sayohatimizdan zavqlanaman. Elli xonim, o'sha qaroqchilar paydo bo'lishini qanday bildingiz? Hayron qoldim. Chunki yo'l juda yomonlashib ketdi. Yo'llarni yaxshi saqlash hukumat boshqaruvining muhim qismidir. Tushundingmi? Ser Lukas, ajoyib lord. U yo'llarni saqlashga juda ko'p kuch sarflaydi. Bu yerdagi lord esa katta ehtimol bilan ahmoq. Bu aniq. Yo'llarni tozala, shunda tovarlar oqimi yaxshilanadi. Bu esa iqtisodiyotingizni rivojlantiradi. Savdogarlar va sarguzasht talablar gullab yashnayotgan hududlarga yig'iladi. Shunda siz ko'proq soliq yig'ishingiz mumkin va hududingiz yanada farovon bo'ladi. Shuning uchun ham lordlar yo'llarni saqlash va himoya qilish uchun shuncha ish qiladilarmi? Ha, to'g'ri. Yo'llar xaroba holatda bo'lsa nima bo'ladi? Haligi tovarlar oqimi to'xtab qoladi. Fermalar va chekka hududlar o'zlariga kerakli resurslarni ola olmaydilar. Shunaqami? To'g'ri. Yana nima bo'lishi mumkin? Haligi buni teskarisini o'ylab ko'r. Teskarisini? Agar yo'llar yomon ahvolda bo'lsa, fermalar va chekka hududlarda ishlab chiqariladigan oziq-ovqat va dorilar shaharga kelishi uchun ko'p pul talab qiladi. Oziq-ovqat va dorilarning narxi oshadi. Bo'ldi, hammasini tushunib oldim. Barakalla. Shahar aholisi bu narsalarni sotib olish uchun tejamkorroq bo'lishga harakat qiladi. Bu esa iqtisodiyotni sekinlashtiradi. Xo'sh, hammasini tushundingmi? Qishloq va chekka hududlar narxlar oshadigan yagona joylar emas. Fermerlar yo'ldan adashib qaroqchilarga aylanadi. Keyin tovarlarni tashish yanada qimmatlashadi, chunki soqchilar kerak bo'ladi. Bu esa narxlarni yanada oshiradi. Bu ayovsiz davradir. Ruhoniylarni iqtisodiyotda bunchalik bilimli ekanini bilmagan ekanman. Savdogarchilik emas. Unda nega bu yerdagi lord yo'llarni ta'mirlamaydi? Bu yerni ham ta'mirlash kerak-ku. Aytdim-ku. Ular ahmoq. Ular yo'llarni ta'mirlash haqida o'ylashdan ko'ra tezkor daromad haqida qayg'urishadi. Rahbarlar ahmoq bo'lsa, xalq azob chekadi. Shunaqa. Elli xonim. Bo'rini yo'qlasang qulog'i ko'rinadi. Miri, Luno va Tidaga qarab tur. Men ham siz bilan jang qilishni istayman. Mendan xavotir olmang. Yaxshi. Yarmini eplab bera olasizmi? Albatta. Juda asabga tegdi-da. Lekin avliyo yo'lni ko'z o'ngida odamlarni o'ldirishdan qochishim kerak menimcha.
Shu yetarli menimcha. Ha, yaramas. Xudoning nomidan, Parvardigorning amri bilan senga hukm qilaman. O'lib ket. Xudoning jazosini qabul qil. Shoshma. Men bu yerni tugatdim. Ha, juda yaxshi. Ularni o'ldirmadingmi, Elli? Menimcha sen ancha insonparvarsan, ha? Unday demagan bo'lardim. Men shu yerda bo'lganim uchun o'zingni tutdingmi? Shu uchun ularni o'ldirmadingmi? Bu uchun uzr. Lekin ular tirik qolsa, bosh og'rig'idan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Senikilarni ham o'zim hal qilaman, Elli. Uyg'ondingmi? To'xtasangizchi, opa, meni kechiring. Libers cherkov vakillari odamlarni qutqaradigan ularga azob bermaydi-ku. Iltimos, menga rahm qiling. Xudo mehribon, odamlar esa gunohkordir. Tavba qil va Xudo senga rahm qiladi. Xo'sh, gaplarimga tushundingmi? Rahmat, sizga opa. Qaroqchilar odam emas, umuman. Sizga Parvardigorning rahmati nasib qilmagan. Tushunarlimi? Balki ruhoniylar haqidagi fikrimni qayta ko'rib chiqishim kerakdir. Unda nimadir bor ekan. Bu nima ekan, ha? Nima qilyapsan? Bunga qara. Oltin tishlar. Buni yaxshigina pulga almashtirsak bo'ladi. Bugun ancha omadimiz keldi. Avval ana u qonni yuvib tashla. Lunoani qo'rqitib yuborasan. Ha, juda ham haqsan. Shahzoda, ko'p baqirma. Nima xohlaysan mendan? Iltimos qilaman, xarobalarga ovqat tarqatish rejangizni yana bir bor ko'rib chiqing. Nima uchun ekan? Axir men bevalarga yordam berayotgan bo'lsam, ularni minnatdorchiligini qozonish qanday muammo bo'lishi mumkin? Oliy hazratlari, budjet haqida xabaringiz bormi? Ularni hech o'qib ko'rganmisiz? Albatta o'qiganman. Bunday palapartish, ovqat tarqatish qirollik xazinasini quritadi, oliy hazratlari. Nimalar deyapsan? Anovi iflos ayol har hafta kambag'allarni ta'minlab turar edi-ku. Bularning hammasini Elizabet xonim o'z shaxsiy boyligidan qilgan edi. Elizabet xonim hech qachon davlat xazinasiga ko'z olaytirmagan, qirollik ishlaridan tashqari boshqa narsada foydalanmagan. Qolaversa, Elizabet xonim kambag'allarni ish bilan ta'minlab, ularning foydasi uchun ularning hayotini barqarorlashtirishga erishgan, ularga taqoyo bergan. Kambag'allarga yordam berish va ularga ko'rkorona ovqat tarqatish ham muhimroq ish aslida. Juda asabga tegadi. Yaxshi, unday bo'lsa ovqat tarqatishni to'xtating. Bevalar bilan esa o'zim shug'ullanaman. Oliy hazratlari, bevalarni nima qilmoqchisiz? Ishing bo'lmasin. Agar Elizabet xonim shu yerda bo'lganda, bu ishlar sodir bo'lmasdi. Hozir Elizabet xonim qayerda ekanlar? Bu juda ham tetiklashtirar ekan. Menga yana bera olasizmi? Xo'p bo'ladi. Bunchalik ko'p ichishing to'g'rimikan? Axir sen rohibasan-ku, to'g'rimi? Bilmasmiding? Xudo aytadi. Sen ichmog'ing kerak. Mana shunaqa. Hazillashdim. Alqish. Men shunchaki alkogol Xudo tomonidan berilgan hayot suvi demoqchiman. Tushunyapsanmi? O'sha qaroqchilar meni yaxshigina pul ishlashimga sababchi bo'ldi. Voy, baraka topishsin-ey. Haqiqiy gunoh esa bunday vaqtda ichmaslik bo'lardi. Uni allaqachon almashtirib ulgurdingmi? Shaharga kelishimiz bilan yaxshigina pul bo'ldi. Tasavvur ham qila olmaysiz. Albatta pulni 40 bo'lamiz. Shunda teng bo'ladi. Ha, rahmat, boshingdan qolsin. Ishonchingiz komilmi? Xavotir olma. Buni sadaqa deb hisobla. Elli. Shunaqangi yashay olsanki, Elli. Bu umringdan baraka top, ota-onangni baxtiga sog' bo'lgan. Mendan nariroq tur, mishqi. Direktor Elli maraqab hordiq chiqaryapti shekilli. U har doim tushkun yurardi. Dardini aytadigan hech kimi yo'q edi. Uni bunaqa ko'rish boshqacha bo'lar ekan. Lekin oxirgi paytlar uni baxtli jilmayotganini ko'p ko'ryapman. Doim shunday kulib yursin. Bundan juda xursandman. O'sha o'jar ahmoq bilan ishlash meni juda charchatdi. Lekin senga qarasam, barpasda xotirjam bo'laman.
Kattakon rahmat. Lekin shunchaki menga qarab turaverasanmi? Unday bo'lsa, qasam ichaman. O'sha ahmoq tomonidan oyog'ing tagidagi gilam tortib olingan. Juda ayanchli, shunday emasmi, Elizabet? qasoskor xonim shunday degan ekan. Nima degandir? Esimda yo'q ekan. Keyingi qismlarda ko'rishguncha, xayr. Telegramdagi Meduza Datin kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. 私から夢もやってらんない夢が見たいならお一人で君のすべて昨日に置いてくの迷いなく引き金を引けるわどうかお元気で伝えららば不満とかいいよもう聞いてらんない思う存分自分を生きてこ忘れてあげるわあったかなもなくさよなら